Assalomu alaykum, hurmatli brifingimiz ishtirokchilari. Yangiyo'l shahar mahalliy byudjetining daromadlari va xarajatlar ijrosi bo'yicha 9 oylik ma'lumotlarni qisqacha aytib o'tmoqchiman. Yangiyo'l shahar mahalliy byudjetining 2025-yil 3-chorak daromadlar rejasi 1 milliard 249 million bo'lgan. Haqiqatda amalda 2025-yil 3-choragi davomida 1 milliard 387 milliard so'mlik undirilgan. Natijada rejaga nisbatan 1 milliard 386 milliard so'mga ko'p undirilishi ta'minlandi. Byudjetga undirilgan mablag'lar rejaga nisbatan 111% ni tashkil qildi. Jumladan sentyabr oyi rejasi 4 milliard 312 milliard bo'lgan. Shundan haqiqatda 4 milliard 936 million so'm qilib bajarilgan. Soliq turlari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, aylanmadan soliq bo'yicha 1 milliard 606 million so'm, jismoniy shaxslarga olinadigan daromad solig'idan 7 milliard 223 million so'mni tashkil etgan. Yakka tartibdagi tadbirkorlarning qat'iy belgilangan solig'i bo'yicha daromad solig'i bo'yicha 522 million so'mni tashkil etdi. Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan solig'idan 834 million so'm, yer solig'idan bo'lsa 2 milliard 248 million so'mni tashkil etdi. Suv resurslaridan foydalanganligi uchun soliq 68 million so'mni tashkil etdi. Shaharning mahalliy byudjetining xarajatlar ijrosi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mahalliy byudjetning xarajatlar rejasi 32 milliard bo'lib, haqiqatda 28 million so'm kassa ijrosi ta'minlandi. Ish haqi va unga tenglashtirilgan birinchi darajali xarajatlarga 14 milliard 292 million so'm moliyalashtirildi yoki xarajatlarning 44,2% shu xarajatga to'g'ri keldi. 4-guruh xarajatlariga bo'lsa 18 milliard so'm xarajat qilindi. Shahar mahalliy byudjetining erkin qoldiq hamda zaxira jamg'armasining qismi hisobidan ajratilgan mablag'lar bilan qo'shilgan holatda yoki xarajatlarning 55% ni tashkil qildi. Jumladan sohalar kesimida oladigan bo'lsak, ma'orif sohasiga 7 milliard 400 million so'mlik mablag' rejalashtirilgan bo'lib, shundan 6 milliard 800 million so'mlik kassa xarajati amalga oshirildi. Qishloq xo'jaligi sohasiga 731 million so'm mablag' rejalashtirilgan bo'lib, amalda esa 681 million so'm kassa xarajati amalga oshirildi. Obodonlashtirish, ya'ni iqtisodiyot sohasiga 7 milliard 600 million so'mlik mablag' ajratilib, shundan 5 milliard 399 million so'mlik kassa xarajati amalga oshirilgan. Madaniyat va sport sohalariga 2 milliard 752 million so'm mablag' rejalashtirilgan bo'lib, amalda 2 milliard 662 million so'm kassa xarajati amalga oshirildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.